Birodar, qiyomat kunida bilasanmi? Inson kambag'al bo'lmaganiga pushaymon yeydi. Qiyomatga borganda inson dunyoda kambag'al bo'lmaganiga pushaymon yeydi. Nima uchun? Boylarni qiyomatda hisob-kitobi og'ir bo'lganligini ko'rib turib, kambag'al xursand bo'ladi. Yaxshi ham kambag'al bo'lgan ekan, mana o'tib ketdi, oson hisob-kitobim bo'ldi deydi. Sulaymon ibn Davud, payg'ambarning o'g'li bo'lgan payg'ambar, hamma payg'ambarlar jannatga kirib ketganlaridan keyin 40 yildan keyin kiradi jannatga. Nima uchun? Mol va dunyoni kattaligi, hisob-kitobning uzoq va og'ir bo'lganligidan. Kiradi oxirida, lekin 40 yil o'tadi. Shuning uchun qo'lingga dunyo matohi katta kelmagan bo'lsa siqilma. Bu seni Alloh yomon ko'rganligini belgisi emas. Astagfirullah. Va laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra va taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum.